Bachadon tonusi. Bu so'zlarni 90% ayollar o'zida eshitishgani aniq. Va albatta xavotirga berilib, judayam farzandidan xavotir olib, vahimaga tushishadi. Va bugun aynan mana shu tonus haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Men Ziyoda Xajayeva, Doula Rahma loyihasi asoschisi. Ushbu mavzuni sizlarga batafsil yoritib berishga harakat qilaman va undan xavotirlanish kerakmi, yo'qmi, video davomida bilib olasiz. Birinchi navbatda bachadon tonusi bu kasallik emas, ya'ni diagnoz hisoblanmaydi. Va bu kasallik hisoblamagandan keyin uni davolashni ham keragi yo'q. Aslida bu simptom desak ham bo'ladi. Bachadonning holati va bu homiladorlik davrida normal holat hisoblanadi. Hattoki chet elda, Yevropada, rivojlangan davlatlarda ushbu simptomni, holatni yoki diagnozni hech qayerda qo'yib berishmaydi, hattoki UZIda qarashmaydi ham va onalarga o'sha seni tonusing bor ekan deb vahimaga solishmaydi, chunki ushbu diagnozni o'zi yo'q. Ya'ni u qadar vahimali, xavotirli holat emas, balki fiziologik jarayon. Bizni bachadonimiz taxminan nokni hajmidek bo'ladi. Tasavvur qiling va borgan sari uni ichida farzandimiz katta bo'ladi. Uni ichida suvlari, yo'ldoshlari bilan birgalikda bachadon judayam katta hajmgacha yetib keladi. Va mana shu oxirgi oylar 3-trimestrda biz hattoki tarvuzdek hajmga yetishini ham kuzatishimiz mumkin. Va bu albatta bachadonni tonusda bo'lishi normal holat, chunki uni mushaklari cho'zilishi, u ichiga mana shunday farzandimizni va farzandimizni ta'minlab turayotgan, ozuqalantirib turayotgan boshqa organlarni o'z ichiga olgani hisobiga u tonusda bo'ladi. Bu mutlaqo qo'rqinchli holat hisoblanmaydi, balki bachadonni normal fiziologik holati hisoblanadi. Lekin ko'p holatlarda ushbu tonus onani o'ziga diskomfort beradi. Ya'ni og'riqlar kuzatilishi mumkin, bachadon pastki qismida tortishlar kuzatilishi mumkin va ona mana shu hissiyotlarni his qilganda albatta vahimaga tushadi. Mani farzandimga nojo'ya ta'sirlari yo'qmikin deb o'ylaydi. Hattoki bu narsani tuzatishga harakat qiladi. Lekin bu kasallik bo'lmagandan keyin hech qanday preparatlar yoki qandaydir lecheniyalar bu narsaga kerak emas. Shunchaki buni qabul qilishimiz kerak va normal holat ekanligini tushunishimiz kerak. Aslida tonus zo'rayishini sabablari nima? Birinchi o'rinda bu stress va onani ruhiy holati. Agar onada judayam stressli holatlarga duch kelayotgan bo'lsa, hattoki oddiy UZIga borishimiz ham homilador ona uchun stressli holat bo'lishi mumkin. Mana shu UZIda farzandini sog'lom ekanligini eshitishni, hammasi joyida ekanligini eshitishni juda ham xohlashadi onalar. Shuning uchun ming xil xayolda borishadi. Shu narsani o'zi ham holatni o'zgartirishi mumkin. Va biz UZI o'sha kushetkasiga yotganimizda bachadonni tonusda ko'rishimiz mumkin. Agar ona o'zini erkin tutib, biroz aylanib kelib, nafas olib, o'zini bo'sh qo'yib, yana UZI stoliga yotsa, mana shu holatda bachadon yana bo'shashganini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni tonus ketganini. Nima demoqchiman? Bu holatdan kelib chiqib, bachadon tonusga kelishi, yana bo'shashishi va mana shu o'zgarib turishi bu normal holat. Va aynan UZI vaqtida u tonusda bo'lganligi bu qo'rqinchli emas. Va mana shu stress holatini, psixoemotsional holatga e'tibor berishimiz kerak. Chunki stress holatida bizni nafaqat bachadonimiz, balki boshqa mushaklarimiz ham, hattoki ichki organlarimiz ham tonusga keladi. Misol uchun stress holatida siz ovqat yeyishni xohlamaysiz. Hattoki ichaklaringiz boshqacha g'ildirashni boshlaydi, chunki ular ham tonusga keladi va ichaklarning peristaltikasi buziladi. Siz asabiylashganingizda ishtahangiz bo'g'iladi, boshingiz og'rishni boshlaydi yoki mana shu hattoki skelet muskullari deymiz, mana shu skelet mushaklari ham taranglashganini his qilishimiz mumkin. Aynan shuning uchun homiladorlik vaqtida ham siz nimadirdan xafa bo'lsangiz yoki qandaydir stressli holatga uchragan bo'lsangiz, nimadir sizni juda ham xavotirlantirgan bo'lsa, bu narsa ta'sir etib bachadon tonusga kelgan bo'lishi mumkin va bu normal holat. Siz o'zingizga kelganingizdan keyin, demak ruhiy holatingiz tiklangandan keyin bachadon ham
yengillashib, bo'shashib, o'z holiga qaytadi. Keyingi tonus juda ham kuchayib ketishini sababi bu jismoniy faollik kamligi. Agar homilador ayollar jismoniy qandaydir sport bilan yoki mashg'ulotlar bilan shug'ullanmayotgan bo'lishsa, tonus ham kuchli bo'lishi kuzatilishi mumkin. Chunki mushaklarimizni biz qancha ko'p jismoniy faol bo'lsak, yaxshi qon aylanadi, limfa yaxshi aylanadi va harakatga keladi va shuni hisobiga mushaklarimiz ham elastikligi oshadi. Bu narsa albatta biz bachadonimizni trenirovka qila olmaymiz, lekin yon atrofdagi butun qorin bo'shlig'ini ushab turuvchi mushaklar kuchliligi hisobiga qorin bo'shlig'imizda juda ham ko'plab kuchli mushaklarimiz bor va homiladorlik davrida ular juda ham katta rol o'ynaydi va biz aynan ularni elastikligini oshirmasak, u yerda qon aylanishini yaxshilamasak, bu bachadonga juda ham katta bosim bo'ladi degani. Chunki mana shu ustki qavatdagi mushaklar o'z vazifasini yaxshi bajara olmasa, bosim kuchliroq ichkariga qarab ketaveradi. Shuni hisobiga bachadonda tonus kuchayadi. Shuning uchun albatta homiladorlik bu qandaydir kasallik emas va homiladorlik davrida mashg'ulotlar bajarish kerak. Organizmni faolligini oshirish uchun, bo'g'imlarni faolligini oshirish uchun, qon aylanishini yaxshilash uchun va albatta mana shu mushaklarni elastikligini yaxshilash uchun juda ham muhim rolga ega. Shuning uchun jismoniy faol bo'lishga harakat qiling. Turli xil sportlar bilan, stretching mashqlari bilan, homiladorlarga maxsus tayyorlangan mashqlar bilan albatta har kuni yoki kunora shug'ullanishga harakat qiling. Bu o'sha o'zimizda tanamizdagi otyoqlarni ham kamaytiradi va tonusni ham oldini oladi. Tonus holatlarini ham keskin kamaytiradi. Bu o'zingiz shug'ullanib ko'rganingizdan keyin effektni yaqqol sezasiz va ushbu mashg'ulotlar bilan agar mashg'ulotlar intensiv bo'lsa, ya'ni mana shu harakatlari ko'p, harakatlari tezroq bo'lgan mashg'ulotlar bo'lsa, kunning birinchi yarmida bajargan ma'qul. Agar stretchingga o'xshagan juda ham sokin, mayin, aynan mushaklarni, bo'g'imlarni, elastiklarini ochirishga qaratilgan funksional mashqlar bo'lsa, buni kunning ikkinchi yarmida bajarish maslahat beriladi. Ushbu mashqlarni internet tarmoqlarida ham bemalol topishingiz mumkin va aynan bizni mana shu yengil tug'ruq kurslarimizda ham onalarga tayyor mashg'ulotlarni beramiz. Ular har doim shug'ullanib, mana shu homiladorlikni sog'lom o'tkazishlari uchun tayyor yozilgan videozapisli mashg'ulotlar taqdim qilinadi. Keyingi sababi tonusni bu noto'g'ri ovqatlanish. Albatta noto'g'ri ovqatlanish ham tonusni kuchaytiradi, chunki oshqozonimizga bosim bo'ldi degani, bu bachadonga ham bosim bo'ladi degani. Chunki qorin bo'shlig'imizda hammasi bitta joyda joylashgan va u yerdagi bosim qayergadir chiqib keta olmaydi. Tabiiyki bitta organdagi bosim boshqa organga ta'sir o'tkazadi. Agar bachadonda tonus kuchli bo'lsa, oshqozonga ta'sir o'tkazishi mumkin va albatta oshqozon yaxshi hazm qilmaslik yoki sizni jig'ildon qaynash holatlari kuzatilishi mumkin. Yoki biz noto'g'ri ovqatlansak, oshqozonga juda ham katta bosim o'tkazsak, nagruzka bersak, juda ham yog'li ovqatlar, ko'p miqdorda ovqatlanish, mana shunaqa holatlarda ham bachadonga bosim kuchayadi. To'yib juda ham kuchli ovqatlarni iste'mol qilganingizda yoki gazli ichimliklarni ko'p miqdorda iste'mol qilganingizda, bu albatta barcha mahsulotlar ichagimizga boradi. Ichagimizdagi mana shu gazlar yig'ilish holatlari, ichakdagi tonus buzilishi, peristaltika buzilishi hisobiga ham bachadonda bosim oshib ketadi. Shuning uchun homiladorlikda albatta yengilroq taomlanishga harakat qiling, sog'lom taomlanishga harakat qiling va ko'p miqdorda ovqatlanmaslik kerak. Ayniqsa 3-trimestrda bachadon maksimal ravishda kattalashganini hisobiga bo'lib ovqatlanish to'g'ri bo'ladi. Ya'ni kam-kam porsiyalarda ovqatlanishni maslahat bergan bo'lardim. Bu oshqozonga nagruzkani kamaytiradi, hazmni yengillashtiradi va o'sha kam-kam miqdorda hazm bo'lishi,
ovqatlarimiz yaxshi so'rilishi ham effektivligi oshadi. Bachadonga ham ortiqcha bosim bo'lmaydi. Tonus kuchayib ketishini yana bir judayam ko'p hollarda onalarga ta'sir qiladigan omil bu qabziyat. Qabziyat ham mana shu aynan bachadonimiz bilan birga bizni tos sohamizda joylashgan bo'ladi. Ya'ni to'g'ri ichak orqa qismda joylashgan bo'ladi, o'rtada bachadon joylashgan bo'ladi va oldida siydik qopi joylashgan bo'ladi. Fiziologik ravishda ketma-ketlikda toz bo'shlig'imizda mana shu organlar joylashgan bo'ladi. Agar bizda qabziyat kuzatilsa, bu to'g'ridan to'g'ri mana shu bachadonga ta'sirini o'tkazadi. Agar uzoq vaqt davomida biz hojatga bora olmasak, u yerda ko'p miqdorda gazlar yig'ilishi, u yerda mana shu yo'g'on ichak, to'g'ri ichak tonusga kelish oqibatida bachadonga ham ta'sir qiladi va bachadonda juda ham kuchli tonus kuzatilishi mumkin. Orqa bel qismidagi og'riqlar yoki bachadonni tagida pastida tortishib og'riydigan mana shu tortishishlar, juda ham yoqimsiz bo'lgan og'riqlarni his qilishimiz mumkin. Bu ham mana shu tonusni belgilari. Bunaqa holatda biz tonusni davolamaymiz, balki qabziyatni davolashimiz to'g'ri bo'ladi. Qabziyatni oldini olishimiz to'g'ri bo'ladi. Bu to'g'ridan to'g'ri ovqatlanishimizga borib taqaladi. To'g'ri ovqatlanish, foydali yog'larni ratsionga qo'shish, kletchatka miqdorini har kun iste'mol qilishga harakat qilish. Albatta, homiladorlik davrida siz kletchatkani yetarli miqdorda iste'mol qilsangiz ham sizda qabziyat kuzatilishi mumkin. Bu gormonal ta'sirlar oqibatida, shuningdek, mana shu ichaklarni peristaltikasi suslashganini oqibatida ham demak qabziyat kuzatilishi mumkin. Lekin bu normal holat degani emas, balki o'zimizga yordam berishni o'rganishimiz kerak. Aynan qaysi mahsulotlar bizda mana shu qabziyatni oldini olishda yordam beryapti? Nimalarni biz qo'llasak, o'sha yengil hojatga borishimiz yengillashyapti. Mana shularni kuzatib, demak, o'sha mahsulotlarni ko'proq ratsionimizga kiritishga harakat qilishimiz mumkin. Ba'zi bir insonlarga, ba'zi bir ayollarga bu yogurtlar, kefir yordam beradigan bo'lsa, ba'zi bir ayollarga sabzavotlar juda ham zo'r yordam berishi mumkin. Sizga qaysidir mahsulot to'g'ri kelmagan bo'lsa, boshqa bir mahsulot to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun izlanishdan to'xtamang va ratsioningizga ko'proq xilma-xil mana shu qabziyatni oldini oladigan mahsulotlarni qo'shishga harakat qiling. Bu turli xil mevalar ham bo'lishi mumkin. Malina, kivi, ajdarho mevasi, bular barchasi juda ham zo'r mana shu yumshatib beradi, ichaklarimizni peristaltikasini yaxshilab beradi va ichimiz o'z vaqtida kelishiga ham yordam beradi. Biz qabziyatni oldini olsak, mana shu narsani yo'lga qo'ysak, tonus o'z-o'zidan kamayadi va biz o'zimizni yaxshiroq his qilamiz. Agar hech qanaqasiga bu muammoga yechim topolmayotgan bo'lsangiz, albatta akusher-ginekologga murojaat qilish kerak va sizga qandaydir slabительный preparatlar yozib beriladi. Juda ham kuchli bo'lmagan, yengil slabительный preparatlar hozirgi kunda mavjud. Ular xavfsiz. Ularni bemalol qabul qilib, o'z vaqtida hojatga borish kerak bo'ladi. Chunki bu narsa tug'ruqda ham juda ham katta rol o'ynaydi va tug'ruqga ta'siri bo'ladi. Doimiy ravishda qabziyati bor onalar tug'ruqda qiynalishi mumkin. Shuning uchun buni oldindan yechishga harakat qiling ushbu muammoni. Ko'p holatlarda yana onalar bilan ishlaganimda kichik hojatga ham bormasliklarini guvohi bo'laman. Juda ham ishib ketyapman, atyoq bo'lyapti, kamroq suv ichyapman. Shuning uchun hojatga ham bormayapman. Mana shunaqa fikrlarda hattoki kichik hojatga ham borishmaydi. Bu juda ham noto'g'ri. Mana shu aytib o'tganimdek, bachadonning oldi tarafida siydik qopi joylashganini hisobiga agar biz uni o'z vaqtida bo'shatmasak, mana shu yerda ham bosim zo'rayib, bachadonga ta'sir etishi kuzatiladi. Shuning uchun hech qachon fiziologik organizmimiz chaqirganda kichik hojat bo'ladimi, katta hojat bo'ladimi, albatta o'z vaqtida kirish tavsiya etiladi. Bunday fikrlar bilan o'zi chidab yurishga harakat qilmang yoki kam
suyuqlik iste'mol qilishga harakat qilmang. Tabiiyki, kam suyuqlik iste'mol qilganingizda uzoq vaqt davomida siz kichik hojatga kirmasligingiz mumkin. Lekin bu degani u yerda siydik yig'ilmaydi degani emas. Shunchaki mana shu ko'p miqdorda yig'ilmaganini hisobiga siz sezmasdan, his qilmasdan uzoq vaqt davomida kichik hojatga borgim kelmayapti deb yurishingiz ham mumkin. Me'yorida, demak, o'z normasini suyuqlik iste'mol qilishimiz kerak va albatta kichik hojatga o'z vaqtida chiqishimiz kerak. Bu ham bachadonni tonusi zo'rayishiga sabab bo'ladi. Tonus holatlarini juda ham yengillashtirib beruvchi usullardan nafas mashqlari ham juda ham zo'r yordam beradi. Ularni aynan tadqiqotlarda ham effekti isbotlangan va undan tashqari bo'shashish usullari, mana shu metodi расслабления deydi, hattoki oddiy sokin qandaydir shovqin yoki musiqalarni qo'yib, bu turli xil yomg'irni tovushi yoki shamolni tovushlari bo'lishi mumkin. Aynan sizga mos, sizga to'g'ri keladigan, sizga yoqayotgan, sizni bo'shashtiradigan ohanglar orqali biz qo'yib, o'zimizga vaqt ajratib, gadjetlarni chetga surib, to'g'ri nafas mashqlarini bajarib, bizni bo'shashtiruvchi nafas mashqlarini bajarib yoki hattoki nafas mashqlarini bajarmasdan shunchaki o'zimizga dam berishimiz ham, barcha mushaklarni bo'shashtirishimiz ham, demak, mushaklarni kontrol qilishimiz, o'zimizga mana shu ongli ravishda ularni tonusini kamaytirishimiz ham juda ham yordam beradi. O'tirgan holimizda ko'zlarimizni yumib, расслабиться qilib, demak, 5 daqiqadan har kuni uyqudan oldin shug'ullansak, bu narsa bir marta qilinadigan emas, balki har kuni shug'ullanganimizda effekt ko'rishni boshlaysiz. Chunki mushaklarimiz ham mana shu narsaga o'rganadi, u signallarni qabul qilishni boshlaydi va doimiy ravishda bajarganimizda sizda borgan sari bo'shashish yaxshiroq o'xshashni boshlaydi. Chunki borgan sari o'z tanangizni yaxshiroq anglashni boshlaysiz. Va nafas mashqlarini ham mana biz kurslarda ham beramiz, onalar bilan shug'ullanayotganda tug'ruqda ishlatilinadigan nafas mashqlari va homiladorlik vaqtida mana shu kislorod bilan organizmni to'yintiradigan nafas mashqlari, tonusni kamaytiradigan, mushaklarni bo'shashtiradigan nafas mashqlari bilan bo'lishamiz. Mana shunday mashqlar bilan doimiy ravishda kunora, agar sizga yoqsa har kuni shug'ullanish maslahat beriladi. Qanday holatlarda shifokorga murojaat qilishimiz kerak? Agar qorin juda ham mana shu tonus kuchli ravishda, gipertonus deymiz, juda ham kuchli ravishda bo'lsa, biz bugun sanab o'tgan sabablar, demak, odatda yo'q bo'lsa, siz qabziyat bilan ham ishladingiz, sizda hech qanday muammolar yo'q, jismoniy faollik bilan shug'ullanyapsiz, sog'lom homiladorlik kechiryapsiz, hech qanday preparatlar ichmadingiz. Mana shunaqa holatda agar sizda gipertonus kuzatilsa, vrachga murojaat qilasiz va bu holatda sizga juda ham diskomfort bersa, og'riqlar bo'lsa, yurish qiyinlashib ketsa, yotish qiyinlashib ketsa, o'tirish qiyinlashib ketsa, vrachga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari gipertonusga qo'shimcha ravishda qandaydir qonli aralashmalar kelsa, albatta akusher ginekologga yoki ginekologga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi va o'z shikoyatlarimizni aytib, bunga sababini aniqlab, yechim topishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda shunchaki mana shu tonus holati kuchayganini his qildingiz, odatda bu kunni oxiriga borib kuchayishi kuzatiladi. Bu normal holat. Ertalab tongda turganingizda, chunki dam olib, barcha mushaklaringiz uyquda bo'shashib, o'zini yaxshi his qilib turgan bo'ladi, uyg'ongan bo'ladi. Kun davomida siz charchaysiz, tos qismiga katta bosim bo'ladi, chunki siz vertikal holatda yurasiz va oyoqlarga bosim bo'ladi. Shuni hisobiga, demak, tonus kechga borib juda ham kuchayib ketadi. Va mana shu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, bu barchasi qo'rqinchli emas, bolajoningiz uchun ham bu xavfli emas. Albatta, bu holatda siz ko'rib chiqishingiz kerak, yetarlicha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanyapsizmi, yetarlicha suv iste'mol qilyapsizmi, stress sizga ta'sir qilmayaptimi, ya'ni hayotingizda qandaydir stressli holatlar bo'lmayaptimi?
yoki sizni qabziyat bezovta qilmayaptimi? Mana shu omillarni ko'rib chiqing va o'zingizda qandaydir muammo sezsangiz, shuni ustida ishlashni boshlang va katta ehtimol bilan tonus ham o'z-o'zidan mana shu muammolar yechilgandan keyin tonus ham ketadi, yoki hech bo'lmaganda yengillashadi. Chunki aytib o'tganimizdek, tonus bu fiziologik normal holat. Uni bo'lishi qo'rqinchli emas. Faqatgina kuchli bo'lishi kerak emas va sizga diskomfort berayotgan bo'lsa, buni ustida ishlashingiz kerak. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, chunki sizni yanada foydali videolar kutmoqda va sizni homiladorlik vaqtida, davrida qanday muammolar yana bezovta qilayapti, qiynayapti, izohlarda yozib qoldiring. Biz aynan mana shu muammolar haqida yechim berishga, foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz.